Yo, salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men House. Bugun videomizga xush kelibsiz. Bugun biz meni Minecraft'imda uy qurish degan miramizni ko'rib chiqamiz. Bu yerda men har xil narsalar qurganman. Qurgan narsalarimni hozir ko'rib olishingiz mumkin. Va u yerga 10 ballik sistemani o'zingizlar baholanglar. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh, va mana o'sha mirimiz. Bo'ldi. Xo'sh, bu meni birinchi qurgan uyim, mana Afrikadan kelishdi. Bu yerga kim qurganini yozib qo'yganman, boshqa tamam kiratdi bu serverga. Bu yerda tilizni iloji boricha qilganman, bu yerda xolodilnik. Bu shirli va meva sabzavotlar tashlaydi. Ha, bunisi o'zi go'sht tashlaydi. Bu sandiqlar ichida mashqa narsalar bilan to'ldirib turaman, hammasini ichida. Va bu yerda to'rt. Bu yerda sandiqlar har doim Minecraftda bo'lgan narsa. Bu yer esa podval. Podvalda kimdir hujum qilsa, aslahalarni tezda kiyapti. Hujum qilgan odamni o'ldiradi. Bundan tashqari mana bu ham qo'yganman. Eng qizig'i sheklarni qo'yganman. Bu yerda anvil ish stollari, boyliklari. Bu yerda ish stollari to'ldirib chiqqanman. Uyning hamma qismiga, har bitta detalga bir soat davomida e'tibor berib qurib chiqqanman. Mana bu yerda kamin bor, undan tutun chiqyapti. Afsuski bu eski Minecraftlik uchun tutun chiqaradigan gulxan yo'q bu yerda. Keyingisi esa bismillahirrohmanirrohim Ka'batulloh. Bu yerni moblar kirmaslik uchun yopib qo'ydim. Mana Ka'batullohni qurganman. YouTube'da ba'zi birlar ko'rgan bo'lsanglar, Ka'batulloh ichi xuddi mana shunaqa faqat post shilingan daraxtlardan bo'ladi, qaranglar. Juda ajoyib. Chiroylimi? O'zingizlar 10 ballik sistemadan baholanglar. Lekin bu yerni umuman buzib tashlamayman, chunki Ka'batullohni buzib tashlash mumkin emas. Bu yerlarga nima qo'shay, nima qo'shay, o'zingizlar kommentariyada yozinglar olg'a. Keyin bu yerda inventor tozalash uchun survival holati. Bu yerda survival holatda betini tushib ketib tozalaysizlar. Bu yerda esa prosta inventorlarda tosh bor. Uni bunday tashlash o'rniga shunchaki bitta narsaga aylantirib tashlab yuborasizlar. Bu yerda esa sandiqlar to'ladi. Bu yerga katta nezarga o'tish uchun portal qurganman. Eng qiziq orqalarini shunaqa to'ldirib chiqqanman. Bu videoga vaqtim olgan, lekin chiroyli chiqdi. Nezar desa mana bu yerda sandiqlarning ichida nezar, kvarslar va bu yerda pechkalar bilan to'ldirish mumkin. Bu yerda esa noyob rudalar, chiqish yo'llarimiz ham bor. Va bu yerda nima deyiladigan savol? Tepaga yo'l. Bu yerda bemalol tepaga chiqib tashladi. Va mana bu yerga kelib xohlaganlarcha lavalarni olib ketaverasizlar. Bu pechka ishlash uchun yonilg'i joyi. Bu yerdan yonilg'i olib ketamiz. Yaxshi obunachilar, bu video sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, men xursandman. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Bundan ham zo'r kontentlar hali bizda chiqadi. Hozircha yo'nalishimni xuddi shu uy qurish mirlarida olib boraymi yoki boshqa bir anime haqida gaplashaylikmi, o'zingizlar aytinglar. Hozircha bemalol anime haqida ham gaplashaman, chunki men juda ko'p animelarni bilaman. Naruto, Demon Slayer, keyin haliginnaqa Jujutsu Kaisen, ya'ni jodugarlar jangi, shamolni bo'ysundirish, My Hero Academy, Sehr va mushaklar, xullas deyarli hamma animeni bilaman. Bu yerlarga yana nima qilmaylik, o'zingizlar kommentariyada yozib qoldinglar. Bo'pti, videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Xayr.